Juma kuni tirnoq olish haqida Rasululloh nima deganlar? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim juma kuni tirnoqlarini qisqartirsa, Alloh taolo undan kasallikni chiqarib, o'rniga shifo kirgizib qo'yadi deganlar. Bir kuni payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam huzurlariga bir kishi kelib ko'z og'rig'idan shikoyat qildi. Shunda Rasul akram sallallohu alayhi va sallam kim ko'z og'rig'i kasalligidan najot topishini va dunyoda boy badavlat bo'lishini xohlasa, payshanba kuni asr namozidan keyin tirnoqlarini qisqartirsin dedilar. Shu o'rinda tirnoq olishning tartibi haqida ham bilib olsak. Tuhatul Axbor kitobida tirnoq olish tartiblari bunday bayon qilingan. Tirnoq olish o'ng qo'l ko'rsatkich barmog'idan boshlab bosh jimjalog'igacha olinadi. So'ng chap qo'l jimjalog'idan boshlab bosh barmog'i tirnog'ini olib, oxirida o'ng qo'lining bosh barmog'i tirnog'i olinadi. Qo'llardan so'ng o'ng oyoqning jimjalog'idan boshlab chap oyoqning jimjalog'ida tugatiladi. Manba: O'zbekiston musulmonlar idorasi, muslim.uz portali. Salomatlik va strategik rivojlanish instituti ijtimoiy tarmoqlariga obuna bo'ling.